Hürmetli vatandaşlık siyemezden devamı. Ne mi dedik? Aralaşkan da dedik. Aralaşkan da şahs mesuliyetine. Liksimizden devam etçi ıslarını etibitey. Bugün 2020 yıl 5. ayının 29. gün hafta gücüme. Şahs mesuliyetini ödegeliş gerek. Kanun köpçülükle tatbik kılgılı bulmaydıgan iş yok. Del kilip kalgını şu boldu ki Kanada 27. günü Münvenco'nu sot kılıp iki xil cinayet bekti. Münvenco iki xil cinayet bekti. Münvenco azat bolup Münvenco Jungo'ga qaytib keldi deb xabar tarqatgan Jungo matbuatlari mat bo'ldi. Prezident Trump Jungo'ga o'tgan 3-chi dars mundaq bo'ldi. Amerika Jungo'sol urushi 1 yil elishib Jungo'liqlar qonga qon olamiz deb qasam qilishdan hamda kelishim imzolashga majbur bo'ldi. Növbətdə Hong Kong Dövlət Bexatarlığı qanunu payda bo'lganda bo'lg'uş, qanunu payda qilganda bo'lg'uş. Yani Xi Jinping'in siyasi istiqbolidan aytganda bir sınaq bo'ldi. Gerçi Prezident Trump'dan qattiq besimi derhal unum bermesimi? Avval o'tilgan 3 qitimliq darsdan tajribalardan qaraganda Xi Jinping 4-chi qitimliq darsda imtihondan o'tishni xohlaydigan bo'lsa, qaraganda Prezident Trump'dan qo'ygan shartlarni qabul qilmoqdan boshqa chora yo'q. Fransiya agentligi 28 kuni kechda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir qancha nafar tashqi ishlardan xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib, Mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik komitetining Hong Kong Davlat Bexatarligi qonuni bo'yicha yig'in chaqirishni iltimos qildi. Demak, Hong Kong Davlat Bexatarligi qonuni bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliya Bexatarlik komitetining yig'inini chaqirishni qaror qildi. Bu jiddiy ish vatandosh. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bu yig'in g'ayri-rasmiy maxfiy echiladigan yig'in. Haftaning 5-kuni tushdan burun o'tkaziladi. Ya'ni bugun juma tushdan burun u yig'in Birlashgan Davlatlar Tashkiloti echiladi. Bugun tushdan burun Prezident Trump Jungo masalasi to'g'risida axborot e'lon qildi. Qanday bir vaqt qo'rilishibdi vatandosh? Qaydi bo'yicha Jungo buningga qarshi tura olmaydi. Washington yig'in echish talabini o'ttirib qo'ydi, lekin Jungo hukumati haftaning 3-kuni Bexatarlik komitetining rasmiy yig'in echishini rad qildi. Sababi qilib Shangang masalasi, ya'ni Hong Kong masalasi Jungoning ichki ishi deb oldi. Ammo shundan boshqa nima gap bor Jungolikda? Yana bir xabar hurmatli vatandosh. Jungo matbuotlari oshkorlab qo'ydimi? Guangzhou shahrida ochliq zapisi 10 kunlik yeyishga yetdi. Mavzuli xabar 5-ayning 28-kuni Vanvet orbitida e'lon qildi. Xabar bunday boshlandi. Bu yil Jungoning shimolida qor ofti yuz berdi. Janubda mo'ldor ofti uzilmadi. Uning ustiga Jungoda yeziglik mahsulotlari virus bilan bulg'anishga uchradi. Virus ofti tufayli açlık import qilishga mumkin bo'lmadi. Fuqarolar ocharchilik yuz berishdan ansirashga boshladi. Buningdan aloqador taraflar o'zini qochirib, partiya matbuotlari mundaq deyishdi. Guangzhouda zapas ochliq 1 million odamning yarim yil yeyishiga yetdi. Lekin Guangzhou shahrida 15 milliondan ortiq odam yashaydi. Hisoblab kelganda Guangzhou shahrida saqlanayotgan zapas ochliq 10 kun kunlam yetadi. Fuqarolar ochliq setib elishga boshladi, talon-taroj qilib. Yana bir xabar hurmatli vatandosh. Shanganliklarning ko'chada namoyish faoliyati bevosita Jungo kompartiyasi qartildi. Mavzuli xabar 5-ayning 28-kuni Vanvet betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi.
Kompartiya 22 kuni davlat bexatarligi qonunini qapazdan chiqargandan keyin Hong Kong shahar xalqining jiddiy noroziligi qo'zg'aldi. Lekin bu qatim namoyish harakatlarida o'tgan qatimga solishtirganda Tig'uchi Shangang ma'muriy rayon hukumatiga emas, balki bevosita Jungo Kompartiyasi mustabid hokimiyatiga qartildi. New York vaqt gazeti 28 kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Hong Kongliklarning bo'yiga qarshilik ko'rsatish harakatlarida halqalik farq bor. Qarshilik namoyish harakatlari borgan sari hokimiyat beshidagi Jungo Kompartiyasi bevosita xiris e'lon qildi. Bugungi leksiyalarimiz oxirlashdi, hurmatli vatandoshlar. Maybe another 30 minutes. It's almost